Manzara nima deyapti? Shahar prosto yonib tegdi. Chap tarafimiz esa tog'li hududda shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Qora suv birdamimiz biz MBD akademiyani shunda biqinadi. Lokatsiyamiz zo'r, yo'lli yuzi. Sotilayotgan 3 xonali uyimiz 12-qavatda joylashgan 12 qavatli binomizda. Tayyor remontli, tayyor kirib yashaydigan. O'pchi maydonimiz 77 kvadrat, narxiga keladigan bo'lsa 78900 dollarda albatta kelishadigan joylari bor. Egalarning telefon raqamlarini bizda qoldiraman, aloqaga chiqib olasiz. Endi birgalikda uy ichini ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, podyezdlarimizda keyin ikkita liftlarimiz mavjud. Bu taraf asosiy eshikdan biz kirganimizda prixoshkaga kirib kelamiz. Chap tarafimizga stroyni prixoshka mebel yasaltirib qo'ysangiz bo'ladi. Xonalarimiz alohida kelgan. Mana shu o'ng tarafdan boshlaymiz. Birinchi xonamiz esa bu spalni yo'detga o'ziga moslab qilsangiz bo'ladi. Xo'p, keling, davom ettiradigan bo'lsak, o'ng tarafga kiramiz. Bizda zal mehmon kutadigan xonamiz. Marhamat. Devorlarimizda imoncha bo'lgan, xohlasangiz rangini o'zgartirasiz, xohlasangiz sudan abo'y yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, bu tarafimiz esa bizda sanuzel. Sanuzelimiz birlashgan holatda, sanuzelimiz yana juda ham katta. Davom etamiz. Bu yo'limiz esa bizga 3-xonamiz. Bu как детский, anchagina kichkinaroq. O'ng tarafga bu yoqqa mebeldan shkaf yasatirib, bu yoqqa ikkita kravat yoki bitta kravat qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu bilan oshxonaga kiramiz. Oshxonamiz ham katta. Bu yoqqa o'zingiz uchun fukusingiz bo'yicha chiroyli stroyni kuxna garnitura yasattirib qo'ysangiz, maza qilib foydalanasiz. Bu tarafga esa stol, oilaviy zavtrak obed uchunga shu ovqatlansangiz bo'ladi. Полноценный 3 xona, 77 kvadrat, 78900 dollarda albatta kelishiladi. Telefon raqamlari bizda. Aloqaga chiqib ko'rasiz. Tashqaridagi manzaramiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz.